Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hammada ko'p uchraydigan muammolardan biri hayz kechikishi muammosi bilan gaplashamiz. Xo'p, sizlar bilan Vatan tibbiyot markazi ginekolog shifokori Sharifa Munisa Shuhratovna bo'laman. Obunachilardan juda ko'p yoki bemorlardan juda ko'p savollar tushadi. Munisa opa, hayzim 10-15 kun davomida kechikadi. Keyin yana o'z o'rniga kelib ketadi. Yana 2-3 oydan keyin shu holat takrorlanadi. Bir hafta 10 kun kechikadi. Bu normal holatmi yoki tekshirishim shart emasmi degan. Endi men sizlarga bu holatni bir nechta ilmiy tibbiy sabablarini aytib o'taman. Ya'ni bu holat har doim ham davolanishi kerak, e'tiborsiz qoldirish kerak emas bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni hayzning kechikishi har doim ham bu fiziologik holat hisoblanmaydi. Qachon fiziologik holat hisoblanadi? Bu emizadigan davrda fiziologik aminariy, laktatsion aminariy holatda yoki bo'lmasam bu homiladorlik paytida hayz kechikishi mumkin bo'ladi. Qolgan barcha holatlarda bu tibbiy yordam talab qiladigan holat hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan birinchisi bu hozirgi kunda keng tarqalgan stress. Ya'ni stressda organizmda kortizol gormoni baland bo'ladi va natijada organizm dam olmaganligi hisobiga ovulyatsiyani bloklash, organizm homiladorlikka tayyor emas degan signal boradi. Shuni hisobiga ham hayz kechikish holatlari kuzatiladi. Keyingi sababi bu gormonal disbalans. Gormonal disbalansni ichiga halqonsimon bezda uchraydigan gormonal disbalans, ko'kraklarda sut kelishi bilan bog'liq bo'lgan prolaktin oshishi bilan kechadigan giperprolaktiniya holati. Undan tashqari buyrak usti bezi funksiyasi kuchayishi natijasida yuzaga keladigan trevojniy sostoyaniyalarda bo'lishi mumkin hamda tuxum donlarida ishlab chiqariladigan ayollik gormon, ya'ni estrogen, progesteron disbalansi buzilishi hisobiga ham hayz kechikishi mumkin bo'ladi. Bunda qanaqa mexanizm ketadi? Xo'p, estrogen va progesteron bu hayz siklini birinchi va ikkinchi yarmida muvozanat bilan ishlaydigan gormonlar hisoblanib, bular hayz sikli buzilishida, ya'ni stress bo'lgan holatlarda, halqonsimon bez gipofunksiyasida yoki prolaktin gormoni oshishi natijasida giperprolaktiniya holatda ko'krakdan sut kelib ketish ehtimollari bo'ladi va buning natijasida ovulyatsiya kechikadi, ovulyatsiya bo'lmaydi hamda hayzni bir hafta 10 kun, 15 kun kechikib yana o'z holida hayz kelib ketish holatlari uchraydi. Keyingi sababi bu o'sha uyqu hamda stressni juda ko'pligi, uyqusizlik. Ya'ni hozirda nima ko'p? Hozirda kechqurun soat 10 dan keyin odam uxlash kerak va undan to ertalab 6 gacha 8 soatlik to'liq uyqu bo'lishi kerak. Bu uyqu davrida gormonlar sintez bo'lishi hamda parchalanishi holatlari muvozanatga kelib oladi. Bizda kechqurun bilan soat 1-2 gacha qizlarimiz telefonda o'tirishadi. Bu ko'z ikkinchi miyamiz hisoblanadi. Ko'zdan yorug'lik kirgani hisobiga organizm hali ham kunduzi deb hisoblaydi hamda gormonlar xuddi kunduzi qanaqa ishlab chiqariladigan bo'lsa, kechqurun ham xuddi shunaqa holatda ishlab chiqariladi. Va natijada gormonal disbalansni o'zimizga yaratib olamiz. Bundan tashqari yarim tayyor mahsulotlarni yeyish, fast foodlar ko'p iste'mol qilish hamda shirin gazli ichimliklarni me'yordan ortiq iste'mol qilish ham bu gormonal disbalansni eng asosiy sabab hisoblanadi. Undan keyin eng ko'p uchraydigan bu hozirda bepushtlikning eng birinchi sababi bo'lib turgan sindrom polikistoz yeyishlik, ya'ni tuxumdon polikistoz sindromi hisoblanadi. Bunda nima holat kuzatiladi? Ayolda ovulyatsiya bo'lmaydi, hayz kechikadi, endometriy ba'zi bir matkani ichki qavati endometriy ba'zi bir holatlarda giperplaziya yoki gipoplaziya holatda bo'ladi. Hayz bora-bora 10-15 kun kechikishib, keyinchalik esa 2-3 oyda bir marta hayz keladigan holatlar uchraydi. Bunda hayz kechikishi, ovulyatsiya bo'lmasligi hamda ortiqcha vazn yig'ish, insulin oshib ketishi hamda tanada erkaklarga xos to'klanish, gipertiroz holatlari, girsutizm holatlari bilan birgalikda keladi va bu ayolimizni bepushtlikkacha olib borishi mumkin bo'ladi. Xo'p, qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak? Hayz sababsiz ravishda 2-3 oy davomida 10-15 kundan kechikadigan bo'lsa, hamda tanada ortiqcha tuklanishlar paydo bo'ladigan bo'lib, hamda insulin oshish belgilari kuzatilgan, nazorat qilib bo'lmaydigan ishtaha paydo bo'ladigan bo'lsa, bunda shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Hayzlar aro qon kelganda ham kechiktirmasdan shifokorga murojaat qilish kerak. Bunda gormonal balans hamda UZI tekshiruvlari bilan birga sizga kerakli xulosa beriladi. Agarda sizda ham yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, buni sabablarini yuqorida aytib o'tdik, tushunib oldinglar. Endi bizga murojaat qilishinglar mumkin. Ya'ni Vatan tibbiyot markazida bu muammoga preventiv yo'nalishda javob beramiz hamda yechimini sizlarga ko'rsatib beramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like va kommentariyada savollaringizni kutib qolamiz.